Hurmatli kuzatuvchilarim, men sizlarga buxorocha oshni sirini ochmoqchiman. Ana umuman meni zirvagimga qizlarjon suv qolmadi. Mana suv qolmadi. Ana shu yog'ga sabzini yaxshilab qovurib olamiz. Sabzi qovurilgandagina oshlaringiz juda ham shirin chiqadi. Ana umuman suv qolmagan vaqtda sabzini qovurganlaringizda sabzi juda ham shirin chiqadi qizlarjon. Yaxshilab qarang, ana Buxoro oshini siri mana shunda. Mana sabzini yaxshilab qovuramiz. Mana sabzi qovurilganda oshlaringiz juda ham shirin chiqadi. Ana qizlarjon, bizni Buxorocha oshimizni sirini men sizlarga aytyapman. Buxoroliklarning oshini sirini kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Yaxshilab qovuramiz sabzimizni. Menga bu usulni rahmatli ustozim Gulbahor opa o'rgatgan edilar, sabzini qovurib olishni. Joylari Gulbahor opamizning joylari jannatda bo'lsin. O'sha kishidan men sabzi qovurib olishni, sabzini qovurishni o'rgangan edim Gulbahor opadan. Ana sabzi chiroyli bo'lib qovurildi. Endi men bunga guruchni solaman.